Alaykum bagaman miniker bo'ladi. Bugun men miniker toshni pasaytiray. Men faqat ovozim eshitilishi kerak. Bugun men top 3 ta modlarni obzor qilib ko'rsataman do'stlar. Bu modlarni qayergacha qilishingizni aytaman. Faqat Telegramdan yuklashingiz mumkin. Qaniyligini aytaman. Faqat sabr qiling. O'tmasa hammasini aytib qo'yaman deyman-da. Nima? Qani boshladik. Faqat men buni ko'rsatishdan oldin Telegram kanali qanday yuklashim lozim. Obuna va like bo'lib qo'ying do'stlar. Qani endi o'yinda boshladik. Va birinchi modimiz Lucky Block. Lucky Block. Bu da siz pastda 4 ta oshnangiz bilan miriqib mazza qilib o'ynashingiz mumkin. Har xil sinovlar beriladi. Xullas kelam, margacha yetib borasiz, undan keyin jang olishtirasiz. O'zingizni nimalar o'zi hammasini dushmaningiz otib sochishingiz kerak bular. Hamma narsa emas, olma, yeydigan narsa, tinta qilichi, unaqa narsalar otib olishingiz kerak. Qilishingiz, ya'ni urib o'tishingiz kerak, qarorchi. Shunday. Mana buni hozirgina yukladim. Hozirgina. Do'stlar, mana qoladimni qadrlagan holda menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Nomali. Hali nazbizan crafting tintin o'yinini ham qilaman. Crafting tintin o'yini qanday desangiz, nazbiza uni ham ko'rasiz. Nasib bo'lsa, men 97 obunachi bo'lgan crafting tin. Bu yangi o'yin. Qarorchi, men o'yinni boshlayman. O'yinni boshlashimdan oldin u yaxshi berildi. Nomali boshlaningiz qarorchi. Mana shu yerdan boraveraman. Yaşamayli eganda, Chuchur. Qarorchi, men bir to'g'ri bilan qo'shmayman. Qarorchi, bu o'yin qiyin. Mod yoqqansizlar va buni qo'shishdan chiqmasin. Ikkinchi modga o'tamiz. Bu modga men do'stim yo'q-ku, lekin sizlar do'stingiz bo'lsa, marhaba o'ynashingiz mumkin. Top ikkinchi mod orolda vijvana qilish modi. Orolda mana bunaqa orollarda vijvana qilish. Bu vijvana yaxshi bo'ladi. Ya'ni bu ikki kishilik uchun normal holat. Shaderlar qo'shib Qarchi, men orollarda kuchayish menga yoqadi, lekin unga qarab bo'lsa mening vaqtim yo'q. Degan shunga yarasha yaxshi video chiqadi. Boshqa qiziqarli videolarni o'ynashingiz mumkin, faqat menga ko'proq obunachi kerak. Men hozir ko'chaga o'tiribman do'stlar, to'g'risini aytsam, har doim ko'chaga o'tiraman. Eydi havosi va nimaydi. Devang o'ynayman, shuni bilaman. Qarab tashqarida havo yaxshi bo'ladi do'stlar, shuni bilib qo'yinglar. Bu havoda men ancha yengil tortaman. Qarorchi, men bitta spawn tug'ilaman, yomg'ir bo'ladi, xolos qarorchi, bu yerda o'zingiz kuchashingiz bo'ladi. Shuni kuchayasiz bo'lsa, men e-commerce kreativ yo'qsa bo'larmikan degan savol. Afsuski, kreativ yo'qolmaysiz. Deganimda yo'qlaykansiz, qarorchi. Va mo'chamiz. What the heck? Mana ikkita kamera olib qarorchi, pastga tushaykansiz. Wow. Bu mabodo omma suqlashi kam emasmi? Bu nima bu? Nima bu savol? Yo, bu nima bu? Bu yerda o'zi vijvana qilsa bo'ladimi? Yo, men uni tushunmadim. Tushunmadim. Bu yerda vijvana qilsa bo'layotgan do'stlar. Bu tonusda bor ekan, nimali? Temir broni, lekin oltin yo'q ekan. Temir spawner joyi. Bu yerda nimalar spawn bo'layotgan? Bu skleroz
Chakirga bitta jarga degan. 6 sizlarga alaman go'ridan toparam bular. Mana kichkina shaxtacha ham bor ekan. Bu shaxtachaga sandiq bo'lishi kerak. Sandiq. Kutaman o'qiyan, nima? Lekin vijvanya qilishingiz uchun yaxshi. Joy mod yoqqanmiz. Yaxshi, 3-modimizni o'tib olamiz. 3-modimiz bonusli modimiz. Bu bonusga kiradi. Men qishloqda yashayman, shuni aytib qo'yishim kerak. Voy, bu modda o'zingiz bila olasiz. Har bir qishloq tavosi boshqacha. O'shimizningiz savol berishingiz mumkin. Qishloqligimisiz, shaharligimisiz? O'zbekiston qishloqlikman. Men kompyuterman. Qishloqda o'z qachon kompyuter bo'lgan? Nima kompyuter bo'lgan o'z qishloqda? Do'stlar, meni qadrlagan holda like, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Nimaga meni obuna bo'lasiz, lekin yana obuna qaytarib olasiz. Bitta obuna bo'ling, erkakcha so'zingizga turing. Agar obuna qaytarib olgan obunachi chista oppoq negr bo'ladi. Hamma yeri qop-qora negr oppoq bilan aralashib ketgan qaymoq rang bo'ladi. Ben çoğalik. Ben yana nima qilaman? Men ko'pincha o'ligimda kerakda qolaman, nomayli. Sizga nimalar beradi? Bilmayman nimalar beradi. Creeper modimida shunday. Ya, bu Creeper mod emas, bu Creeper mod edi-ku. Menga o'zi kakishdi, men yo'q ketishdimi? Wow, qoyil, bravo, men lo'q ketishibdi. Do'stlar, men kechiringlar, lekin men lo'q ketishibdi, alib ketishibdi, nimalar. Ya, hech bo'lmasa Creeperlar mod bo'lib kerak-ku. Yo'q, bunlarni inson hech narsa yo'q. Do'stlar, 3-bonus modim kompyuter shani qoldi. Chunki men o'zim aytdim, nimaga bu Google demak bu ko'pincha telefon ochishi bilmayman. Creeperlarni ko'paytirib beradi-ku bu. Nimaga bo'lmaydi? O'zim o'xshagan creeperlarni ko'paytirmoqchi edim. Nomayli. Shu bonusni bekor creeper kelmay almashtirmadim, do'stlar. Videoda ishdan modida ina yetib qoldi. Do'stlar, men kechiring. Va men nima qilaman? Hozircha qisqa meni qayda yuklashda o'rgatib ketaman. Men o'ynayotgan bo'lsam va Telegramga kiramiz. Telegramga o'tamiz va Checkergen bo'ladi. Va bu yerda hacker John akamizani bomsh anolar bor, modlar bor. Modlarni shu yerdan yuklab qo'yishingizni unutmanglar. Men shu yerdan mod yukladim. Creeper kuyibman do'stlar. Nimayli. Bu yerda versiya ko'rsatilgan. Men versiyaga qaramaganmanmi deymanda. Endi shunday, versiya beriladi. Versiya masalan men qaranglar. Versiya 1.17 jahldor kuchuk mana narsalar. Do'stlar, mana bu ham 1.17. Sizlar bilmagan bo'lsangiz yaxshi biling, men hackerdan hamma modlarni yuklayman. Men sizlarga qaydan ko'rsatishni yukladim. Toza, buni ko'pincha bilmaydi. Buni hacker deb yozsangiz o'zi chiqib keladi. Channel deb yozmasangiz ham channel deb chiqishi kerak bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. O'chib qoldi-ku. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.